qachongacha chidab yashagan, 3 ta farzandli bo'lguncha bunaqa kaltaklarni ko'pdan ko'pini yegan. O'sha kuni oxiri sabr kosasi to'lganda, bo'ldi, o'lsam ota-onam uyida o'la qolay. Bitta o'lsang degan, bitta o'lib qolsang, qachondir nimadir bo'lsa, men mana shu podvalga ko'maman deb eri kaltaklaganda shu gapni aytgan. Yo'kida kechqurun uxlagan paytida eshik quplab uxlarkan, 3 ta farzandini olib kirib olib, kechasi uyqumizda o'ldirib qo'ymasin deb. Shunaqa xavfda yashagan haligi qizimiz. Endi eshitsangiz faqat yig'laydi. Unga bitta kurs lecheniya ham bo'lmaydi, u qiz bilan ancha ishlash kerak. Xo'p, nega yetmading? Nimaga onangga yetmading yoki yaqin insonlaringga yetmading? Nimaga chidading desa, boshida bu holat bo'lgan, onanikiga kelib yetgan. Men kaltaklanmayman, mana badanimning ahvoli ko'ringlar desa, ona sabr qil. Bizani avlodda ajrashib kelgan inson yo'q. Sabr qil, bolam, chida. Men ham chidaganman degan. Mana shu joyda onalarga ham murojaat qilaman. Qizingiz nimaga kaltaklanib kelyapti? O'zingni tilingdan yeyapsan degan. O'zingni mana bu joydan o'sha burungilarni maqoli bor. Suv kesa simirib, tosh kesa kemirib yashaysan. Erri o'sha turmush bu, mushi bo'ladi, chidaysan. Suv bir loyiqalanadi, tinadi degan.